Assalamu alaykum, hörmətli televizor көрgüçiler. Yaxşımsızlar? Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına həmminglar xoş gəlibsizlər. Mən Riyasət İftixar Abdurşid. Bugün düşənbə. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Uyghur folklorşünas, Şinjan Universitetining professori, mazar tədqiqat sahəsində xalqaralıq şan-şərəfə ega bo'lgan doktor Rayla Davudning ömürlük qamoq hukm qilinganligi haqidagi yangi uchurdan keyin 22-sentabr kuni Dünya Uyghur Qurultayı Uyghur kishilik huquq qurilishi qatorliq ko'plagan Uyghur tashkilotlari, shundaqla xalqaro qalamkashlar jamiyati va xalqaro kishilik huquq tashkilotlari bas-basta bayonot e'lon qilib, xalqaro jamiyatdan Xitoyning bu jinoyatlarining oqibatsiz qolmasligiga kafolatlik qilishni talab qildi. 21-sentabr kuni Amerikadagi Dialog fondi bir Xitoy hukumat amaldoridan egillagan ishonchli ma'lumot asosida tutqundagi Uyg'ur folklorshunos Şinjan Universitetining professori doktor Rayla Davudning 2018-yil 12-oyda bo'lginchilik ya'ni davlat xavfsizligiga zarar keltirish jinoyati bilan Urumchi shaharlik O'tir xalq sud mahkamasida sotlanib, umrlik qamoq jazosi hukm qilinganligi va siyosiy huquqlardan mahrum qilinganligini dalillab chiqqan va bu xabar g'arb matbuotlarida bo'lib chet el tadqiqot sohasida intayin zo'r inkas qo'zg'agan edi. Rayla Davudga o'xshash Uyg'ur folklori va mazar tadqiqot sohasida xalqaro shon-sharafga ega bo'lgan bir olimning quruq tuhmat bilan bundaq ig'ir jazoga uchrashi uning masalasini bildigan, uning ko'ngli bilayotgan barliq kishilarni qattiq qayg'uga soldi ham qattiq g'azablantirdi. Dünya Uyghur Qurultayıning bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida Qurultay raisi To'lqin Iso apandi mundaq deb ko'rsatdi. İnsanның yürəkini laqti-laqti qıldıgan bu xəbər tarqalğan bir paytda Xitay hakimiyyəti qılç arnumuz qılmasdan Şərq Türkistanның vəziyyətinin normallaşqanlığını hədəf bazarğa selivatıdı. Xitay hökumətinin tüp məqsədi Uyğurlarning özgüç milli kimligini və milli maraslarını yo'qotishdan ibarət. Qurultayning bayonotida 2016-yildan buyon 300 nəfərdən artıq Uyğur sərxilining və tədqiqatçı alimlərinin naxalda tutqun qilinganligi, BDTning alayda dokladçı xadimlarining Toshpo'lat Tayyib, İlham To'xti, Gulshan Abbas, Yalqin Rozi, Qurban Mahmud, Akbar Asad qatorliq ko'plagan Uyg'ur sarxillarining oqibatidan qattiq andish qilayotganligini izchil turda ta'kidlab kelayotganligi eslatib o'tildi va oxirida mundaq deb ko'rsatildi. Dünya Uyghur Qurultayı Xitoy hukumatining doktor Rayla Davudni nohaq va haqsiz holda muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilinganligini qattiq la'natlaydi. Biz Xitoy hukumatidan doktor Rayla Davudning shartsiz qo'yib berilishini talab qilamiz. Shundaqla biz har qaysi davlatlarning hukumatlarini Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish uchun jiddiy harakatga o'tishga chaqiramiz. Bo'lib Xitoy bilan hozir hamkorlashayotgan tadqiqot organlarini va universitetlarni Xitoyning Uyg'ur olimlariga qaratgan ziyonkashligini va Uyg'urlarning tadqiqot erkinligiga qartib kelgan ig'ir darajadagi tajovuzchilik qilmishlarini to'sib qilish uchun Xitoyga qarshi kuchlik va unumli darajada inkas qaytarishga chaqiramiz. Professor Rayla Davud xonimning Amerikada yashaydigan qizi Aqida Polat bu munosabat bilan matbuotlar qilgan so'zida Xitoy hukumatı o'zining qanchalik rahimsizligini dunyoga oshkorlab berdi deb ta'kidladi. U mundaq dedi: "Men xabarni anglab ko'nglim bek yerim bo'ldi, ham bek ochiqlandim. Apam faqat xizmati va tadqiqot bilan shug'ullangan bir oddiy ayol edi. Apam faqat Uyg'urlarning madaniyatini saqlab qolish uchun xizmat qilgan. Xitoy hukumatining apamni umrlik qamoq jazosiga hukm qilishi Xitoyning qanchalik rahimsizligini dunyoga ko'rsatib berdi. Bu ham Xitoyning Uyg'urlarni yo'qotishga urinayotganligining isboti." Aqida Polat xalqaro jamiyatni, hukumatlarni va kishilik huquq organlarini Xitoy ustidagi besimni oshirishga chaqirib, mundaq dedi: "Men xalqaro jamiyatni, kishilik huquq organlarini Xitoyga besimni kuchaytirib, opamning va boshqa barliq gunohsiz Uyg'urlardan qo'yib berilishini qo'lga keltirishga chaqiraman." Amerika prezidenti Joe Biden bilan O'rta Osiyodagi 5 davlatning prezidentlari o'rtaq xitobnoma e'lon qilib, mazkur sobiq Sovet ittifoqi jumhuriyatlarining egilik huquqini qo'llaydiganligi, bexatarlik, savdo-iqtisod, energiya, muhit, klimat o'zgarishiga qarshi turish, kuch almashtirish, terrorlik va zo'ravon radikallikqa qarshi turish jihatlarida hamkorlikni kuchaytirganligini bildirgan. Bu Amerika prezidentining tarixda tunji qatim O'rta Osiyo jumhuriyatlarining prezidentlari bilan birlikda uchrashib, o'zaro hamkorlikni kuchaytirish haqida o'rtaq xitobnoma e'lon qilishidir. Prezident Biden 20-sentabr kuni Nyu-Yorkda BDT umumiy yig'iniga qatnashishga kelgan O'rta Osiyodagi Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston qatorliq jumhuriyatlarning prezidentlari bilan ayrim uchrashgan edi. Mutaxassislar bu tarixiy uchrashishning O'rta Osiyo rahbarlariga Rossiya bilan Xitoyning texnik cho'nqur kontrolida qilishdan saqlanishda ilhom berdiganligini ilgari surgan. Oqsaroyning 21-sentabr kuni e'lon qilgan Amerika prezidenti bilan O'rta Osiyo jumhuriyatlari prezidentlarining o'rtaq xitobnomasida bu jumhuriyatlarning egilik huquqi va mustaqilligi alohida ta'kidlangan. Xitobnomada
Biz o'rtaq rayon bexatarlik xirisiga taqobil turish va O'rta Osiyo davlatlarining egilik huquqi va mustaqillikni qo'g'dashning zarur ultishi sifatida bexatarlik hamkorlikni kuchaytirish irodamizni qayta ta'kidlaymiz deyilgan. Xitobnomada yana Afg'oniston vaziyatining O'rta Osiyoning bexatarligi va muqimligidagi muhim omil ekanligi e'tirof qilinish bilan bir vaqtda mudofaa, qonun ijro qilish, terrorlikqa qarshi turishda zo'ravonlikni keltirib chiqaradigan radikallashishning oldini olishdagi eng yaxshi tajribalarni o'rtoqlashish orqali hamkorlikni cho'nqurlashtirish irodasi qayta ta'kidlangan. Bu o'rtaq xitobnomaning Xitoyning O'rta Osiyodagi ta'siri davomli kengayayotgan, Rossiya bu rayondagi davlatlarning egilik huquqi va mustaqilligiga xiris qilayotgan bir vaqtda e'lon qilinishi diqqat qo'zg'amoqda. Dünya Uyghur Qurultayıning oliy maslahatchisi, elga tanilgan Uyg'ur olimi doktor Erkin Sidiq apandim riyosatchilik qilayotgan Markaziy Amerikadagi Uyg'ur Project fondi tarafidan 23-sentabrdan 24-sentabrgacha Istanbul Sabahattin Zaim universitetida o'tkazilgan Davr va biz Istanbulda 20 leksiya degan temadagi ilmiy muhokama va leksiya berish yig'ini o'zining barliq kun tartiblarini to'liq o'rindab, muvaffaqiyatli holda oxirlashdi. Sharq Turkistonning istiqlol marshi bilan boshlangan va dunyoning har qaysi ellaridan kelib to'plangan 20 nafar Uyg'ur akademik, tadqiqotchi, yozuvchi va ziyoli tarafidan Uyg'ur irqi qirg'inchiligini qandoq to'sib qilish, Uyg'ur milliy kimligini qandoq qo'g'dab qilish, navbat Uyg'urlar duch kelayotgan jiddiy xirislar va uni hal qilishning chorasi qatorliq mazmunlarni cho'radigan asosda 2 kun bo'yicha ilmiy leksiya bergan. Mazkur yig'inga elga to'nilgan Uyg'ur yozuvchi va tadqiqotchi Muhammad Imin Hazrat, Dünya Uyghur Qurultayıning Turkiyadagi mas'ullari ham vakillari, Türkiyədəki Uyğur tədqiqatçılar və ziyalilar, şundaqla Türkiyədə yaşayotgan qarindoshlarımızdan bo'lib, ko'p sonli kishi ishtirok qildi. Doktor Erkin Sidiq apandim yig'inda qilgan echilish nutqida Uyg'ur xalqi keng ko'lamli irqiy qirg'inchilikka uchrayotgan va Uyg'ur xalqining milliy kimligi jiddiy yo'qolish xavfiga duch kelayotgan bugungi xalqliq bir paytda muhojiratga Uyg'ur ziyolilarining Uyg'ur davosiga aktivlik bilan qatnashishining va Uyg'urlarning kelgusi istiqboli uchun boshqa turishning to'liq zarurligini va taqirsizligini alohida ta'kidlab o'tdi. Uyg'ur ziyolilarining Uyg'ur davosiga bo'lgan aktivchanligini va qiziqishini yanada oshirish uchun bu navbatli yig'inni o'rnashtirganligini ifoda qildi. 20 nafar Uyg'ur ziyolisi 2 kun bo'yicha yig'in qatnashchilarining yuqorqi muzokara temalarini cho'radigan holda so'rag'an turli savollarga astoydillik bilan javob berdi. Yig'in jarayonida leksiya qatnashgan qarindoshlarimizga Uyg'ur Project fondi tarafidan 37 nafar akademik va yozuvchi yuqorqi mazmunlarda tayyorlagan va 44 parcha ilmiy maqola kirgizilgan Davr va biz degan mavzudagi bosma kitob taqdim qilindi. Xalqaro kechirim tashkilotining Gollandiya va Belgiya sho'balari Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Sharq Turkistondagi jazo lagerlarini asos tema qilgan muhokama yig'inlari uyushtirdi. Gollandiya va Belgiyadagi muhokama yig'iniga alohida taklif bilan qatnashgan Dünya Uyghur Qurultayıning Gollandiya vakili Jasur Lager shoidimiz Qalbinur Sidiq xonim muhokama yig'inida o'zining jazo lagerlaridagi kechirmishlari va Xitoyning lagerlarda Uyg'ur ayollarga yurgizgan insoniyat qarshi vahshiy jinoyatlar haqida guvohlik berib, yig'in qatnashchilarini cho'nqur ta'sirlantirdi. Qalbinur Sidiq xonimning stansimizga bildirishicha, 21 sentabr Xalqaro kechirim tashkilotining Gollandiya sho'basi Gollandiyaning Kolumburg shahrida Uyg'ur irqiy qirg'inchilik to'g'risida bir suhbat munbir tashkillagan. Kech soat 19da boshlanib 3 soatga yaqin davomlashgan bu faoliyatga yerlik gollandiyaliklardan boshqa Gollandiyada yashayotgan bir qism Uyg'urlar qatnashgan. Suhbatning ichilish nutqini Xalqaro kechirim tashkiloti Gollandiya sho'basining mas'uli Kosapandi so'zlab, Xitoyning Uyg'urlar ustidan ilib berayotgan irqiy qirg'inchiligini bayon qilib o'tgan. Lager shoidi Qalbinur Sidiq xonimning bayon qilishicha, suhbatdan burun Xalqaro kechirim tashkiloti o'zlari ishlab chiqqan Sharq Turkistondagi Xitoy zulmi va Xitoyning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga munosabatli arxivlar o'rin olgan bir hujjatli film ko'rsatgan. Ondan Gollandiyadagi Debali televiziya kanali ishlab tarqatgan Xitoyning uzargan qo'li nomli film ko'rsatilgan. Ondan keyin Qalbinur Sidiq xonimning guvohliklari bayon qilingan filmlar ko'rsatilgan. Uyg'ur bo'lganligi uchun bu yerga akib qamalgan. Demak, Xitoy asraqchilari bularni to'xtamay akib so'roq qilish jarayonida qira qildi deganda, bularni hech qanday bo'lmay emas, nima qira qildi bular? Shular o'tgan bularni qiynaydi ekan, urdi ekan, ash qiynab so'raldi. Siz yana Xitoy asraqchilari ash qizlarni bosqinchilik qildi ekan. Bosqinchilik emas, yana navbatlash bosqinchilik qildi ekan. Anadagi bularni qo'liga qiynash, to'q kaltaklarni o qizlarning jinsi yo'l faqat ularni aslında akıl şeklinde olanı aslında kıymetli aslında zararlışlardan bular huzur toplayken özüge. Arkadaşlar 23 sentabr günü Xalqaro kechirim tashkiloti Belgiya sho'basi bilan Belgiya Uyg'ur jamiyati birlikda Belgiyaning Gent shahrida yuqorqi mazmunda guvohlik berish muhokama yig'ini o'tkazgan bo'lib, yig'inga Xalqaro kechirim tashkiloti Belgiya va Gollandiya sho'balarining asosli mas'ullari, Belgiya parlamentining Yeshillar partiyasiga mansub parlament a'zosi Miki Shaulega va Yeshillar partiyasining Gent shaharlik hukumat majlisining a'zosi Hafsa Al-Baziyovi xonim qatorliqlarni o'z ichiga olgan ko'p sonli kishi qatnashdi.
Mazkur yig'in lager shohidi Qalbinur Sidiq xonimning guvohlik berishi bilan boshlandi. Parlament a'zolari va xalqaro kechirim tashkilotining mas'ullari yig'inda qilgan so'zlarida Uyg'ur irqi qirg'inchiligini to'sib qilishning navbat xalqaro jamoatchilikning eng jiddiy insoniy majburiyatlarining biri ekanligini, Uyg'ur irqi qirg'inchilik haqida faqat parlamentlarda qaror qabul qilib qo'yishning kifoya qilmaydiganligini, uni to'sib qilish uchun jiddiy tadbirlarni yo'l qo'yishning zarurligini ta'kidlashdi. Hürmetli körürmenler, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qıtımlıq sanımızgacha görüşkicha aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalına a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.